Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. O'tgan darsda Keynes Xocha modeli orqali ko'rgandikki, davlat xarajatlarining ortishi yalpi xarajatlar chizig'ini yuqoriga siljitgan edi va natijada muvozanat yalpi ichki mahsulot ham ortgan edi. Va yana ta'kidlagan edikki, yalpi ichki mahsulot davlat xarajatlaridan ko'ra ko'proq oshgan edi. Mana bu ifoda bilan ifodalagandik. Mana bu ko'rinishda ifodalagandik. Real hayotda ham ko'pchilik mamlakatlar iqtisodiyotini tartibga solishda Keynes nazariyasini ishga solishadi. Iqtisodiy faollikni oshirish uchun soliqlar kamaytirildi degan axborotlarni siz ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Soliqlarni tushirish orqali iqtisodiyotni kengaytirmoqchimisiz? Demak, siz bu borada Keynes ta'limoti tarafdorisiz. Avvalgi videoda davlat xarajatlarini oshirish orqali yalpi xarajatlar chizig'ini yuqoriga siljitgan edik. Keling endi bu safar soliqlarni kamaytirib ko'ramiz. Mana bu narsani. Aytaylik, davlat xarajatlariga tegmadik. U avvalgi holida qoldi, galigicha. Deltagani olib tashlaymiz. O'rniga soliqlarni kamaytiryapmiz. Soliqlarni delta t miqdoriga kamaytiryapmiz. Soliqlarni kamaytirsak, yalpi xarajatlar ortadi va chiziq yuqoriga siljiydi. Nima uchun yuqoriga siljiydi? Nima uchun ortadi? Sababi bizda soliqlar kamayyapti, ya'ni soliqlardagi o'zgarish manfiy, delta t manfiy. Uni minus s1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ikkala manfiyning ko'paytmasi musbat bo'lib ketadi va natijada yalpi xarajatlardagi o'zgarish musbat bo'lib qoladi va chiziq yuqoriga siljiydi. Shunda yangi xarajatlar chizig'i mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Xarajatlar chiziq yuqoriga siljayapti. Qanchalik yuqoriga siljayapti? Delta t ko'paytiruv s1 miqdorda. Boshqacha aytganda, soliqlar 1 milliardga kamaytirilsa, yalpi xarajatlar 1 milliard ko'paytiruv s1 miqdorda oshar ekan. s1 esa bilasiz 0 va 1 ning orasidagi qiymatni qabul qiladi. Agar aksincha soliqlarni oshiradigan bo'lsak, yalpi xarajatlar kamayadi va chiziq pastga siljiydi. Negaki soliqlarni oshiradigan bo'lsak, mana bu delta t o'zgarish musbat bo'ladi. Uni manfiy s1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, yalpi xarajatlardagi o'zgarish ham manfiy bo'ladi. Chiziq yuqoriga siljayapti va natijada yalpi ichki mahsulot ham mana bu nuqtaga ko'chyapti. Ya'ni yalpi ichki mahsulot ortyapti. Agar aksincha soliqlarni oshiradigan bo'lsak, yalpi xarajatlar kamayadi va chiziq pastga siljiydi. Qancha miqdorda pastga siljishini topgan bo'lsangiz kerak, albatta s1 ko'paytiruv delta t miqdorda. Nima uchun pastga siljiydi? Chunki soliqlarni oshiryapmiz. Musbat delta t ni manfiy s1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, u holda yalpi xarajatlardagi o'zgarish ham manfiy bo'ladi va chiziq pastga siljiydi. Va natijada bizdagi yalpi ichki mahsulot ham kamayadi. Demak, davlat xarajatlarini yoki soliqlarni o'zgartirish orqali iqtisodiyotga ta'sir o'tkazish mumkin deb hisoblasangiz, bundan chiqdi siz Keynes modelini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasiz. Nima bo'lgan taqdirda ham yalpi xarajatlar chizig'ini qanchalik yuqoriga yoki quyiga siljishi yalpi ichki mahsulotni undan ham ko'proqqa o'zgartirar ekan. Soddaroq aytganda, yalpi xarajatlar, mana bu narsa, $1 ga ortsa, yalpi ichki mahsulot $1 dan ko'proqqa ortyapti. Keling endi shu haqida gaplashamiz. Faqat bu safar matematik formulalar orqali. Buning uchun keling hammasini boshdan boshlaylik. Bizda rejalashtirilgan xarajatlar yoki yalpi xarajat teng s1 ko'paytiruv yalpi daromad qo'shamiz. Mana bu hamma narsani biz konstanta deb olgandik, b bilan belgilagandik uni. Keling, shuni o'zini qoldiramiz, b. Va biz bilamizki, yalpi ichki mahsulot muvozanatda bo'lganda yalpi xarajat va yalpi daromad teng bo'ladi. Demak, mana bu yalpi xarajatning o'rniga biz yalpi daromadni yozsak bo'ladi. Shunda bizdagi tenglik mana bunday ko'rinishga keladi. Yalpi daromad barobar s1 ko'paytiruv yalpi daromad qo'shuv b. Mana bu xatni tenglikning chap tomoniga olib o'tamiz. Yalpi daromad minus s1 ko'paytiruv yalpi daromad barobar b. Yalpi daromadni qavsdan tashqariga chiqarsak,
yalpi daromad ko'paytiruv 1 minus S1 barobar B. Ikkala tomonni 1 minus S1 ga bo'lib olsak, 1 minus S1, 1 minus S1. Mana bu ikkalasi yo'q bo'lib ketadi, qisqaradi va natijada bizda yalpi daromad barobar B1 taqsim 1 minus S ga teng bo'ladi. Yoki 1 taqsim 1 minus S1 ko'paytiruv B ga. Mana bu S1 nimaligini bilsangiz kerak, bu iste'molga marjinal moyillik. Iste'molga marjinal moyillik. Iste'molga marjinal moyillik nimaligini yaxshi bilasiz. Bu degani daromadning $1 ga oshishi iste'molni qanchaga oshiradi degan savolga javob beruvchi ko'rsatkich. Bizda S1 bu iste'molga marjinal moyillik. 1 minus S1chi? 1 minus S1. Agar daromadlar $1 ga oshganda S1 qismini iste'molga sarflaydigan bo'lsa, 1 minus S1 qismini, ya'ni qolgan qismini jamg'arib qo'yadi. Bu jamg'arishga marjinal moyillik. S1 iste'molga marjinal moyillik 70% bo'ladigan bo'lsa, bu degani agar daromadimiz $100 ga oshadigan bo'lsa, uning 70% ni iste'molga sarflaymiz, qolgan qismini 30% ni jamg'arib qo'yamiz degani. Ana endi mana bu koeffitsiyentchi 1 taqsim 1 minus S1. Bu nima degani? 1 minus jamg'arishga marjinal moyillik. Bu degani yalpi ichki mahsulot multiplikatori. Multiplikator. Ya'ni agar xarajatlar $1 ga oshadigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot $1 ko'paytiruv multiplikator miqdorda oshadi degan xulosani beruvchi ko'rsatkich. Buni avvalgi darslarda ham gaplashgandik. Misol uchun agar kimdir o'zining xarajatini $100 ga oshiradigan bo'lsa va iste'molga marjinal moyillik 70% bo'ladigan bo'lsa, u pulni olgan odam $100 ning 70% ni iste'molga sarflaydi, 30% ni olib qo'yadi. Keyin u pulni olgan odam ham $70 ning 70% ni ishlatadi. Uni olgan odam ham $70 ning 70% ni 70% ni ishlatadi va shu tarzda geometrik progressiya tarzida xarajatning $100 ga oshishi yalpi ichki mahsulotni $100 qo'shib 70 ko'paytiruv 70 ning 70% qo'shib 70 ning 70% ning 70% kabi yig'indi miqdorida oshiradi. Ya'ni $100 dan ko'proq oshiradi. Nimaning hisobiga? Albatta mana bu multiplikator hisobiga. Misol uchun iste'molga marjinal moyillik deylik 60% bo'lsin yoki 0.6. U holda multiplikator qanchaga teng bo'ladi? Multiplikator 1 taqsim 1 minus 0.6 ga. Ya'ni 1 taqsim 0.4, 0.4 ni 2 taqsim 5 ko'rinishda yozish mumkin. 2 taqsim 5 va bu natija bizga 5 taqsim 2 ni beradi. Bu degani 2,5. Ya'ni agar iste'molga marjinal moyillik 0.16 bo'ladigan bo'lsa, u holda multiplikator 2,5 ga teng bo'ladi. Bu nima degani? Agar mana bu B $1 ga oshadigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot 1 ko'paytiruv 2,5 miqdorga oshadi. Ya'ni yalpi ichki mahsulot $2,5 ga oshar ekan. B ning tarkibini esa bilasiz, u yuqorida keltirilgan. S0 minus S1 ko'paytiruv T plus investitsiya plus davlat xarajatlari plus sof eksport. Buni nimaning hisobiga oshirish mumkin desangiz, mana shu narsalarning qaysi biridir hisobiga oshirish mumkin degan javobni olasiz. Aytaylik, davlat xarajatlarini oshirish orqali buni oshirish mumkin yoki misol uchun davlat xarajatlarini 1 milliardga oshirish orqali yalpi ichki mahsulotni 2,5 milliardga oshirish mumkin yoki investitsiyalarni $1 milliard ga oshirish orqali yalpi ichki mahsulotni $2,5 milliard ga oshirish mumkin yoki mana bu ifodani, ya'ni S1 ko'paytiruv T ni 1 milliardga kamaytirish orqali yalpi ichki mahsulotni 2,5 milliardga oshirish mumkin va hokazo. Umuman olganda mana shulardan biri o'zgaradigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulotdagi o'zgarish, boshlang'ich o'zgarish ko'paytiruv 2,5 ga teng bo'ladi. Buni boshqacha ko'rinishda ham yozish mumkin. Yalpi ichki mahsulotdagi o'zgarish, ya'ni delta ga teng bo'ladi 1 taqsim 1 minus S1 ko'paytiruv B dagi o'zgarishga.
bu tenglikni o'zgartiradigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotdagi o'zgarish taqsim b dagi o'zgarish teng bo'ladi 1 taqsim 1 minus s1. Ya'ni b dagi o'zgarish yalpi ichki mahsulotni qanchaga oshiradi degan savolga 1 taqsim 1 minus s1 miqdorida oshadi deb javob berish mumkin va bu narsa multiplikatoriga teng.